barchangizga xayrli kun. Mana bu bog'chani ko'rib, to'g'risi yoshligimga qaytib, bolalik davrimda ana shunday bog'chalarda yurgim kelyapti. Nima uchun bunday deyotganimda men sizlarga hozir videoda to'liq ko'rsataman. Qani ketdik. Bunday karavotlarda yotgan davri-yu, kichkinagina xonda o'tirib ovqatlanganlari yo'q va bog'cha opasiga rahmat aytgan bolajonlarimizni ko'rib, yoshlik davrimga qaytib keldim. Bu bolalikning eng qiziq davri shunaqa bo'lganki, yoshligimda eslayman. Bog'chada yurgan paytimizda ota-onamiz olib ketgani sal ertaroq kelganda juda ham dunyodagi eng quvonchli davrga o'xshardi. Lekin hozir ana shu bog'chada kuni bo'yi balkim oylab qolib qolsam degan o'ylar o'tadi. Bu Muhammad Yusuf orzulari kemasi nodavlat oilaviy bog'chamizda hozirgi kunda rus tili, ingliz tili hamda mental arifmetikasi yo'nalishlarida bolajonlarimizga ta'lim beryapti. Demak, kelajak yoshlari bu bolajonlarimiz hozirdanoq mana shunday chet tillarini hamda mana bunday mental arifmetika zamon talabidagi o'quv kurslarini mukammal o'zlashtirishga sharoitlar mavjud. Bu nodavlat ta'lim muassasamizni azizlar ko'rdilaring. Baho berish o'zlaringdan. Lekin bir narsaga e'tiborlaringni qaratishni xohlayman. Hozirgi zamon talabi albatta komfort hayot, yaxshi sharoitlar, pokiza joylar va aynan hozirgi kunda qish davrimizda issiq xonalar va eng asosiysi bola kelajak avlodimizni katta bo'layotgan bu bolajonlarimizga mana bunday turdagi o'quv kurslari bu albatta juda ham zarur deb o'ylayman. Tanlash imkoniyati o'zlaringda. Albatta men agar menga bu taklif berilsa, albatta Muhammad Yusuf orzular kemasi bog'chasida qolgan. Joylashuvi Baliqchi shahri, Oqqo'rg'on mahalla fuqarolar yig'ini, Ziyoilar ko'chasi, ya'ni yo'l bo'yidagi olti kottejlarning yonginasida joylashgan mana bu bino bo'ladi. Ya'ni topgani qiynalmaysizlar. Chinobod Baliqchi yo'nalishi hamda Andijon Namangan yo'nalishini Kurgovoy, ya'ni Baliqchi shahridagi joylashgan halqa yo'lining yonginasida joylashgan oilaviy bog'chamiz. Albatta, barchangizni kutib qolamiz. Bek Studio.